Şürgedeki macera. Abdülhakim Baki İltebir. Roman. Birinci kısım. Mukaddime. Peste qash qarayğın bilen tağ üstede şafaq qizilliqi yo'qolmagan edi. Tabiatning güzelligi taqsimotida hisobsiz nesibiga erishgan bu zamin to'liq o'zgacha ko'rkam edi. Ressamning o'tkir ko'zi agar bu yerga tushsa, u xohlagan tarafdan xohlagancha chiroyli manzaralarni tanlab ola oladi. İli daryosining Yamatur ko'rikidan o'tgan har qanday shopur bu yerda ixtiyorsiz to'xtab, tosh yo'l bilan parallel, ammo g'arbga qarab shaqirib yiqayotgan İli daryosining suzuzak suvlaridan daryoga dahshatli to'lqinlari chachirtib qo'shilgan Qosh daryosining surlik iqishidan xuddi o'rdaklardek qatorlashib kelayotgan salchilarning yangroq naqshalaridan daryo saholadagi mol podlarining ovozi va cho'ponlarning cho'qan surallaridan shuningdek shimolda osmonni tirab turgan sepildek haybatlik Obral teg'ining qaptallaridagi gilamdek parcha benamlardan bahusur huzurlanib turib oladi. Şoför eğer arkasına burilib nazar tashlaydigan bo'lsa, bir-biriga mingashgan hisobsiz tog' baldamlaridan shakllangan 80 ballik xuddi qetib qolgan daryo to'lqinlaridek haybatli ko'rinishlari, osmonda uchib yurgan hisobsiz ko'k kaptarlari, hiyli o'rilib tushadigandak eslib turgan surlik qiyo Moriyaning qo'rqinchli manzaralari, Tangri tağının çoqqulari ve sanoqsiz qarag'aylari uni ixtiyorsiz chunqur o'yga soladi. Daryo aqidi bekmi tuvanda bo'lib, ikki qirg'idagi va tosh yo'l bo'ylaridagi munbat yerlar uning suyidan bahramand bo'la olmaydi. Shunlashqa qaysi bir davrlarda daryoning yuqori iqimdan to'sib yasalgan Uyg'ur ustining bu hisobsiz yerlarni sug'ratdi. Har yili qosh yollab ya ilib xalqi hisobsiz hoshar olvini keltirib bergan bu o'ztangning suyi talash tartish jadallari bilan qo'shilib beshiq bor oyiq yo'q edi. To'qqiztara milisining ko'zi qatnash tugadi. Qadimiy yurt deb atalgan Yamatodagi taron avlodlari bu nasibidan mahrum edi. Keyingi chaqlarda To'qqiztaradan Toshyo'lni bo'ylab chepilgan bo'z o'stang bu suvni Yamaturga to'g'risi Yamaturning tavasi bo'lgan Aqto'pining oyiqidagi bir parcha yergacha elib kelib daryoga to'kitadi. Shu sababdan bu yer Tushurga deb ataldi. Dal ashu Tushurgining yon bag'ridagi to'plikda xilma-xil kiyingan 5 odam, ba'zi to'pida, ba'zi chimliqda, ba'zi o'ltirgan, yana ba'zi yon boshlagan holda suhbatlashmoqda. Birisi tamakisini parvosiz sho'rab, yiroq-yiroqlarga nazar tashlamoqda. Birisi qo'ldagi panakni avaylab sumirib, isini chiqarg'usi kelmagandek oldirmay pudesa, yana biri uningdan ko'zini uzmay qo'lini so'zib, panak niyatini oldiratmoqda. Yana biri bo'lsa chiroyini purishtirganicha Neşinin qansıq isidan o'zini qochirib, yonga o'rilmoqda. Basli kelgan yana birisi bo'lsa, chimliqda badashqon qurib o'ltirguncha qo'lidagi qizil do'ppisini aylantirib xiyol surmoqda. Ancha yiroq bo'lmagan yerdagi cho'plikda tushilgan 4 ot va bir eshak erilib cho'p yemoqda. Suhbatga kirishgan bu 5 dehqon yezlik va noilik hukumatga arz qo'yib, o'z terg'u yerning mundaqcha aytganda yerdan olgan rizqining taqdirini kutmoqda. Xo'moza, hey, meni ko'rsatib bilinglar deb ketdi u kafir. Xo'moza nima degani? Bu Xitoylar shivasini buzib, Shanxaycha so'zlasa, bir ig'iz gapini bilgil bo'lmaydi. Hey, gap bilan ishlab chiqarish qurilish diviziyasining Xitoylari kelsa, xotiningdan boshqasining sodisini qilib, ko'ldirlab ketading. Bugun mo'rmay turib olding-ku. Og'zini biqib so'zla. U Qoshdagi cho'ng stansiyasining injener ekan.
Ko'rmedingmi? Konkiga tushib ketganini. Nima injener? Hey galvan, burunroq desam bo'lmasmidi? Men texi ma'lumning so'ltaklari demikin desam, gidegen alfaz yo'q. Ha, motorni uning quyruqini yalpib, konkisiga tushib noyiga ketgani bekor emaskanda? Hey, qarab turinglar, ishni ashu mutal degan yaloqchi buzudi. Gap qiling desa, men eshak yuk. Naq xo'ja akisi kelganda dir-dir titrab, zuban surisholmaysan. Hey qalandarlar, bechoralar. Tüfi, Xonmuza deb atalg'ini yordamning ustidagi suv bo'ylab ketgan bir parcha do'nglikda o'ltirib, yiroqda to'pi to'zitib ketayotgan kichik avtomobilga qarab, zarda bilan birini tukirdi. "Hoy, gap qilay deyman", dedi u udulda cho'plikda chaza qurib o'tirib, bakisi bilan boshmaqtaq putining tiniqini yasayotgan o'ruq qapqara bolaga qarab. "Xonmuza nima degani? Nima bo'ladi? Xon degani qizil, mo'zi degani do'ppa." U xushahmad javob berdi. Mudda u injenerga qirbishida turgan chog'da hamma ahvolni aynan aytdi. "Bizning talabimizni" dedi. U kishi bu talabni kim qo'ydi deb so'radi. Mutal seni ko'rsatdi. Shu chog'da u injener "Bu Xonmuza yomon ekan" deb kulib ketdi. Xonmuza Tarinchi akanning nochiligini endi to'nibsanda, "Hey bo'ldi. Heyliqi bir chog'dagidek Golmuza egiz qalpoq demisila bo'lg'ini." U bir nimani cho'rvatgani texi 2 yil bo'lmay turibla yana birini tayyorlab kelganini qara bularning ot qo'yishqini toza ustikan. "Qaramamsan, ota bo'lmasdan tartib Oqtepa deb kelgan bu yerni Xungang" dedi. Ko'ndirdi. Elmi saxtın yaman tur deb atılıb kelgan makanimizni yiyimatu davaldi. Bultur Urumchiga davalanmay barg'inimda doktorxonada To'xtayib degan bir olim kishi bilan birga yetib qoldim. Yaman tur degan so'zni heligacha qolmoqning so'zi deb yuribdimiz. U aslida sap oltindek turk taronchining so'zgan emasmi? Yaman tur degani ko'nicha yag'matur degan so'z bo'lib, yağma degani bo'g'limizning nomi. Tur degani bo'lsa istiqom degan so'z ekan. Yana kelib yomon tur, botirlar qo'rg'ini, yag'mon tur deganlarim bor. Shu emasmi? Bularning aytishicha, burungi zamonlarda yomon turda ajoyib zo'r urushlar bo'lganmish. Qaramamsizlar, Mo'riyaning ustidagi shahidlikdan chiqqan so'ngaklarni paqalchiga bir ulash keldi. Bayatın beri gap qilmay tinglab o'tirgan yadang'ul o'rikuz qansharliq kelgan Ababakri degani so'z qistirdi. "O'tmishingni qo'y. Uning gapini bo'ldi Xonmuza degani. Texi yaqindalar 5 atar girmankini ko'tarib, Go'mindag'ning mushu 80 beldan surgancha oqsuga opirib tashlamadingmi? Hey, shu chaqdagi bolalar, mening qizil yo'rg'amni demamsan? Jonivor mushu kunda bo'ldigan bo'lsa, dehqonchiligimni chilanga temib qo'yib, qirda o'ynab yurgan bo'lardim. Belganing beshi, o'g'li qilning to'shi, akamning changildan chiqib ketolmaydi. U beshni lang'ishtib, burutini to'lg'ab qo'ydi. Bo'ldi. Qurbankamning qizil yo'rg'isining gipi chiqdimi? Endi ilg'uning po'zi boshlandi. Nima deyapsan? Hey, benga. Texi tunilla tog' orqasidan eshak minib chiqib, otning qadrini bilamsan? U panikini sho'rib, ismini chiqarmay ko'zlarini xumarlashtirib, o'ltirgan Yusuf yaxshi deganning oldiga devaylab keldi. Mening qizil yo'rg'am bo'lgan bo'lsa, karomatni ko'ratding ha? Sening 6 shaharga dam ketgan jarim qo'shqanni ko'rdik-ku. Adiyasa taqilma. No'ris oshqi chiqib qaytqicha u boshqalarga qarab so'zlashga boshladi. "Qurbanka, yog'och olmaylimi?" dedi. Ma'qul deb 2 yog'ochni teshib, uning egriga bog'lab berdim. O'zim 2ni so'raydim. Chinlar sayning muzi texi erimagan edi. Yiroqdan birisining qarshi ko'rindi. O'rmon chesakchisiga uchrab, jarimani to'lab yurmayli deb otga qamchi soldim. Hey, bechora jonivor. Buning jarim qo'shqisi beldamga chidamay bir yog'ochni tashlab etdi.
emasmi? Mening qizil yo'rg'an bo'lsa-chi, g'o'lichim yetmaydigan yog'ochdan to'tni so'raydi. Qurban, quruq gapimni qo'y. Yeshi hammasidan cho'ng, burutda sangilab tuvan tushgan Qosim yog'och o'tkining qo'nchidan qamchisini sug'urib, taras qilib yerga birni urdi-da, so'zni davomlashtirdi. Bulturdan beri biz 5 oila sening orqangga kirib, tushirgan suyiga umid bog'lab bu yerni ochdik. Bultur ko'kimizni suv apqashqanni ozdab, yangilning begzodisi yeb tugatdi. Bu yerning hamma haq to'gilarni qo'yverdi. To'gilar oroldan chiqib, to'piga o'rlab qo'yibotdi. Ati o'g'in bu qashilimi bor. Ayta, Qurban, bu davoda utalayimizmi yo'q? To'gilar endi keldigan bo'lsa, so'yib tashlab egisiga yerning ko'kini o'tkazib beraman. Bu yerni biz 15 yillik to'xtamga olgan. Hukumatning qog'ozi qo'limizda. Hokimning shirami, sekretarning tuqquni, cho'ng atraf boshliqning cho'pqiti degan bilmalar bismillahga yerning simisini tanlab elib Gap qilmasam, har qaysi millat inqilobda qo'rqib ketgachga esimga kelishalmadim. Bayning balasi bo'lsang, qiyomatgacha hisobga tug'ilmagan. Hukumatning siyosati hammaga o'xshash. Bo'za qilaverilgan erki jahon o'tib ketdi. Xotirjam bo'linglar. Nurbeshi mahsulotini 2 qatlay pajaylarini o'tib ketmasak, men Qurban degan itimni yetkib etaman. Qurban ularga nazar tashladi va so'zini davomlashtirdi. Haras, hey abak, ko'minadagi mutal sening tuqqaning bir zamonda sen kichik, cho'ng sakrab egirlash deb taqqa tosh tayrigili elib chiqqanda qo'noqni talishib jidalishib kelib, mutal bilan billa tuqqanlarimdan 6-7sini urib yotqizib etib, amal yo'q o'zim deshlig'i besib doktorga apargan edim. Tuqqanlarim necha 10 yil arz qilib yurib aqtirolmay, ochiqning maynat inqilobida chiqarib oldi. Bizni o'zaro qiz bergizmaydigan ashu adovat mutalgayt dehqonning osh tavasida g'umlarni ishlatmasin. Uning noyada ishlayotgan heliq o'g'li yomon nima? Urumchida qonunda o'qib keldi. Boshdan oyoq Xitoycha o'qigan, balsiga ta'tir aql o'rgatib yurmisin yana. Ha, mutalning o'g'li Muhammadjonning damsizlar haqiqatga kelganda dadasiga 100 xatar qilmaydigan o'g'il bola u. Xeyr bo'ldi, u mushu mahallani qirlab yurdi junu, uni kechada tushirgida ko'rganlar bor. Noyidin kechada muddatda kelib saharda ketamish. Har qaysining qizi bor, singlisi bor, hushyor bo'lish, dedi Abak ularga va mug'ambirlarcha kuldi-da tamakisini Qosim yog'ochga tanladi. Allohu akbar. Yiroqdan mazmun azan ovozi anglishi bilan tang hamma birdek o'rnidan turib namozga tayyorlandi. Dastlabki izlanish. Atalmagan erdan atalgandan yaxshi degan so'z bor. Yamantur ili daryosining 2 girviki eng yaqin tor bo'g'izga joylashgan mahal bo'lib, sharqiy 3 nahiyaning o'tini salchilik, kemichilik, tijorat tuguni bo'lg'ashqa hamma atrofga dong ketgan joy edi. Yaqinqi yillargacha G'uljidan 9 tara tekas Mo'ng'ul kuralariga boradigan otuloq, odam, harva, avtomobillar 9 taraga qarshilik bu mahallaga kelganda kema orqali daryodan o'tkaziladi. Bir-biriga mahkam chetilgan 2 kemaning usti tub-tuz taxtaylar bilan qoplangan bo'lib, qirg'oqdagi supuga mahkam bog'langandan keyin bu qatqa o'tadigan yo'lovchilar otuloq, harva, avtomobillarni kema ustiga elib chiqib mustahkam o'rnashtiradi. Belli berilgandan keyin 2 qirg'oqni tutashtirib turadigan po'lat arqonga bekitilgan g'altak orqali kema qo'zg'aladi. Kemaning yo'nalishi va surati kemachilarning qo'ldagi g'oyat zo'r paloqlar orqali boshqariladi. Daryodan o'tib bo'lganlar uh tortishib shukr etishadi. Ba'zida ot urkib ketib kishilar, harvolar daryoga tushib ketadigan ishlarni yuz berib turadi.
Yama türdeki Uyg'urlar qadim avlodlardan tortibla emgakchan va qo'li gul taronchilardan edi. Har bir oilaning eng avval g'amlaydig'ini cho'ng bir o'ylaydi. O'z navbatida bu o'yli kelishgan dacha edi. Tog'ning bag'ri, tosh yo'lning bo'yi, daryoning o'tkiliga kelishtirib selingan peshayvon, loy-lamplik qator uylarning bir yan tarafida ot, kala, qo'y, eg'li, bir tarafida oshxona, to'mirlar bo'ladi. Oldida rangarang gullar ichilib turadigan bir parcha gullik, orqada bo'lsa bog' bo'ladi. Bog'ning uyma, o'rik, olma qatorliq bosh pishim mevalari, nashbut, shaptul, yong'oq, gilos, oluvchi degandek yoz mevalari, uyning peshoniga yamashgan uzum baranglari, shuningdek ko'ktat va qo'g'in tovuzlari bilan qo'shilib, yeb-ichib, eshing'udek mo'l mevachiga ko'ktat bozorini shakllantiradi. Adyozliq, tak echish, shox putash va suv to'shish ishlarini erlar ishlagandan boshqa bog'ning ushoq ishlari ayollarga qoladi. Ular meva ko'ktatlarni uzib qoqiladi. Xo'lon qo'shna va tuqqanlarga yangi suratlarni tanlab avatadi. Eshing'allarni o'tkinchilarga sotadi. Ayollarning ishi to'liq mushkul va ko'p edi. Ular saharda qala sig'ib, mozayni padaga qo'shib, sut pishirib, qetiq uyutib, bola chaqalarga choy bergandan keyin ayrim bir chaynak choy damlab, yaqin qo'shnilar bilan birga gumur-mumur mundishib oladi. Bu paranlar eng so'z cho'chaklari va gezi kelganda g'ayratlar bilan oyoqlashib, ular yana oldirishib, tushlik tomoqqa tutish qilishadi. Erlar etiz eriqning peshini tutib, turli ziroatlarni targandan boshqa tog'dagi ot uloq qo'y o'chkilarning g'amini yeb yoki miltiqini batlab 2-3 kunda bir qirg'a ot soladi. Kezi kelganda moy teri, yog'och toshning sodasini qiladi. O'g'lim bular dehqonchilik, chorvachilik, bog'vanchilik va savdo tijorat bilan shug'ullanadi. El-yurt har doim to'qchilik, molchilik, to'y-to'kun, mashrab bilan o'tgandek qilsa-mu, nimishqidir nurg'un kishilarning yegini chiroyga, chigini uchisiga chiqmaydi. Yillar o'tgan sari Ili daryosi ularning barakatini eqitib ketayotgandek ig'ir lumshib, do'lqinlanib oqadi da hech o'zgarish bo'lmaydi. Ömür bo'yi salchilik va kemichilik bilan hayot kechirib kelganlarning avlodlaridan bo'lgan Qurbon mana shu daryo bo'yida tug'ilib cho'ng bo'lib, atrofga dong chiqargan edi. U kichigidala suvga tashlagan tangini og'ziga tishlab suzib chiqib, hammaga hayron qoldiradi. Kapsizlik qilgan chog'larda bo'lsa, uni dadasi ko'targanicha daryoga tashlab etib kirib ketadi. 1937 kuzda Xalq ozodlik urushining yo'lboshchisi Xo'ja Niyozni Mo'min raislik va'dasi bilan aldab Urumchiga akilib olgan Jallod Shinsisi bir yildan keyin uni bir muncha sabdoshlari bilan birga qatl qilgandan keyin texnik hojirlashib Sharqiy Turkistonning hamma yerda askarlarni, josuslarni ko'paytdi. Uyg'urlarning mo'tvarlarini, o'limollarini, boy savdogarlarni har xil bahona sabablar bilan qo'lga olib, ularning mol-mulkini, oltin, kumushlarini bulang-talang qilishga boshladi. Xalqqa solgan olmon seliqlari hasilab oshdi. Shu kunlarda To'qistarg'in noyisidan Yamonto'y yesiga kelgan Xitoy chiraklar Xonliq oilalarining har biriga birdan ot topshirish seliqini soldi. 10 yoshli Qurbon hovlidagi ot eg'ili oldida Bultur Ismoil qori oshgan madrasada Qur'on xatmisidan oliy darajada o'tib, dadasidan mukofot hadisi sifatida olgan Bo'ztoyning bir g'irish uzunlikdagi yoylisini barmoqlarida tarab o'ynayotdi. Qurbon Bo'ztoyni shundoq yaxshi ko'radiki, undan faqatla ayrilmaydi. Bo'ztoy Qurbonning hidini va ovozini taniydi. Qurbon har qanday bir yerda turib isqirsa, Bo'ztoy ovozini anglasa, ushqandek chepib kelib, uning oldida paydo bo'ladi. Shu paytda qo'rg'u besib kirgan Xitoy chiriklari begiz qo'lda Bo'ztoyni ko'rsatib turib,
Belli yaraydı, bu chiroyli jonivorni tutinglar deb vaqirdi. Chiriklarning ovozini anglab uydan yugurib chiqqan Saud Mazin etilib turgan bolasini ikki qo'llab ching tutib olib, chiriklarga "To'xtanglar, sizlarga cho'ng ot beray" deganicha yolvorishga boshladi. Chiriklar Saud Mazinga qarab qo'ymasdan bo'stonning chulug'iga esildi. Qurbonning tepichaklab yig'lashlari, dadasining yolvorishlari, opasining til ahonatlari kor qilmadi. Ikki chirik miltiqini batlab ularga tanglab turdi. Bir qo'lidagi qog'ozga "Saud bir ot berdi" degan xatni yozib, bo'stonni yetilguncha elib chiqib ketdi. Saud Mazin bolasini uyga kirgizib yetib, o'zi darvoza oldiga chiqib qaradi. Chiriklar 1-2dan to'plagan 20 dak otni yolvolgan qozoq yilqichiga haydatib, nayiga qarab yo'lga chiqdi. Qurbon yosh eqib turgan ko'zini yumib bir hazo turib olgandan keyin xuddi cho'ng kishilardek chapdaslik bilan o'rnidan turib, bog' tarafdagi panjarani ochdi-da, o'zini taloqatdi. U bog'ning orqadan oynib to'plikka chiqib, yiroqdan to'pi to'sib ketayotgan bir uyur yilqini ko'rdi. Hamda qarsini yo'qotmay orqasidan agishib, qir edirni bo'ylab yugurishga boshladi. Malchi yilqilarni haydab mahaldan chiqib tuzga yaqinlashgandan keyin mingan itining biqiniga tepib otlarni yo'rg'isiga soldi. Chiriklarning otlarini agishib yo'rg'ilashga boshladi. Qurbon yugurib ketib, dastlab o'zining nima qilmoqchi ekanligini o'ylamagan bo'lsa, keyincha hosirab hömidab bo'stonni bir qitim ko'rib olishni xiyoliga keltirib, qadamini tezlatdi. Afsuski, u kuchab yurgan sari otlar undan bargan sari yiroqlashmoqda edi. Bo'zday bo'lsa ko'tarilgan chang to'pi ichida ko'rinmaydi. Qurbon taq qaptilni bo'ylab har bir soyning og'zidan o'tib yuguraverib, nafasini bo'g'ilishga boshladi. Olayzal yarim soatlardan keyin otlar birer chaqirim uzoqlashib ketdi. Nima qilarini bilmay tit bo'lgan Qurbon soy yaqinidagi bir qirg'i yo'shirindi va butun kuchi bilan isqatdi. U beshini ko'tarib bo'stonning chopchip keyniga bir qarab o'tib, umr ichidan ayrilib, tog' tarafga chipib ketayotganini ko'rdi-da, joyida midirlamay yetib oldi. Chiriklar otlarni to'xtatib bir hazo qarab turdi. Qolgan otlarni qochirib qo'yishdan qo'rqdimi aydabor, qo'llarini silkib birnilarni deb vaqirib yo'lni davom qildi. Qorong'u tushaydiganda Qurbon bo'stonni yaydoq minganicha ansirab turgan ota-onasining oldida paydo bo'ldi. Ular ya xushal bo'lishini, ya qo'rqishni bilolmay g'angirab qoldi. Saud Mazin balasining botirligidan faxrlanib, shotmay desa, orqasidan kelgan qo'rqinchli oqibatni o'ylab, beshi g'amga patdi. Ular maslahatlashib, mahaldagi molchi qozoq bolaga bir taxta choy berib, buni yoylardagi dadonga olib bergach, bo'stonni minib tog'dagi yilqiga qo'shib deb topildi. Molchi bola kechicha dadasining yeniga berib olish uchun xushallik bilan oldirib yo'lga chiqdi. Shu haftada Noyning chiriklari u yoqqa o'ssimi, bu yoqqa qaysimi, Yamatodagi uylarni tamiz qilib, bo'stonni surishtirib zerikdi. Qurbonning kichkina bola turib bo'stonni qutuldirib olgan botirligi va zerakligi Yamatodagi cho'ng-kichik hammaning og'zida dastonga aylangan bo'lsa-mu, ammo yana Xitoy chiriklariga nisbatan sirpiti qilaverdi. Mahalning eng o'qimishli o'lmasi Ismoil Qori dadasida o'qib, Qur'onni tamomlab, Qashqarga berib, Misaniya maktabida ilm tahsil qilib, qaytib kelibla mahalda madrasa ichib bolalarni o'qitishga boshlagan edi. U Qur'onni tamomlagan 4 bolani G'uljiga Sharqiya maktabiga o'qishga avatgan edi. Bolalar o'qishni tugatib qaytib kelgan yili mahalda cho'ng o'zgarishlar bo'ldi. Ismoil Qori madrasani kengaytib va o'zgartib, Misaniya maktabini qurdi. Bu yangi ma'lumlarning biri Qurbonning kichik dadasi Kerem Efendi edi. Qurbon 13 yoshga kirgan yili bu maktabda fanniy bilimlardan dars ilib Shu kunlarning birida Qurbon o'qiyotgan sinfida Kerem Efendi tarix darsi o'tib
Tüyüksiz qapqara sıralanğan saqçı maşinasi məktəb qorusuğa üsüb kirib sınıf aldıda toxtadı. Maşinning gürkirgan ovozi hammasining diqqatini bildi. Maşinaning 3 nafar Xitoy saqchi bilan tarjimon shiva tushib, hayronlik ichida qarab turgan Ismoil Qarning oldiga keldi va ularning orasidagi ko'zoynaklik birsi qora papkasidan bir parcha qog'ozni chiqarib Ismoil Qarga tanlab, "Biz G'ulji Gung'ancho'dan keldik. Aksiyatchi to'plam guruhining a'zosi Kerimni qo'lga olamiz" dedi-da, qo'lidagi rasmga qarab, sinfda doska oldida turgan Kerim apandining qo'liga taqoq selib elib mangdi. Sinfdagi 10 necha bola qo'rqindan chirqirishib ketdi. Qurbon etilib oldiga chiqib, "Kerim dada, seni nega akityotdi bular?" deb vaqirg'incha yig'latdi. Xitoy askarlari Kerim apandini qora mashinaga solib elib ketdi. Ismoil Qarning ko'zlarining g'azab o'ti chaqnaydi. U o'lim yaqinlashdi, g'o'jarishdilar. "Al qisasi minalar" deb vaqirdi. Ularning orqasidan Qurbon ko'z yoshini surtib o'tib, uyiga qarab yugurdi. Uning sabiy qalbida kichik dadasini tutib ketgan Xitoy chiriklariga bo'lgan nafrat va qisas o'ti yolqinchashqa boshlagan edi. 1942-yil yozda Urumchidan G'uljiga kelgan bir nafar savdogar Ismoil Qarimga bir parcha maxfiy maktubni akilib topshirdi. Urumchi rasidagi Ro'za Hojim masjidida ochilgan Turoniya fanniy maktabining muallimi ustoz Nuriddin apandi yozgan maktubda salomdan so'ngra hukumat ichida ishlayotgan ishonchli bir kishi Xitoy saqchi idorasining qo'lga olish tizimligida Ismoil Qarimning e'tiborligini uqtirganligini, shuni darhol yo'shirin holda cho'chakdagi Salim boyning yeniga berib panohlanishi kerakligini topilgan edi. Ismoil Qarim jamoatga G'uljiga kengashga yig'iniga borganligini aytib, tezli yo'lga chiqdi. U G'uljidan qo'shilgan istiqlol tashkilotidagi 2 nafar sabdishi bilan birga cho'chakka yetib borganda, Salimboy ularni hordiq olg'izib bo'libla bir guruh kishi bilan jabdib, Shami orqali poyezdga o'tirib Istanbulga boradigan yo'l bilan haramga yo'lga soldi. Yil o'rlib atyaz kirishi bilan qo'y, o'shka va siyirlardan to'l ilish aldirashchiligidan qo'li bo'shagan dehqonlar Navro'z bayramida 5-10 kun orom ilib olgan bo'lsa-mu, ammo hayol bo'lmay eriq echib, suv boshlab, etizni o'sa qilgandan keyin yana aldirab etizga urug' chechib, bog' o'rinlarini tuzashtirib, kecha-kunduz bekor bo'la olmadi. Ular may oyi boshlanishi bilan qo'li bo'shab, deb orom olishga fursat topoldi. Bu mezgil fasllar ichida tabiatning eng chiroyli yasalgan payti bo'lib, Ili daryosining ikki qirg'og'idagi yop-yashil chimliqlar, qir idirlardagi rang-garang echilgan gullar, bo'libmi o'yli oromlarning atrofidagi bog'larning o'pchirisida, shundaqla ishik oldilarida hüppida echilgan qizil gullar sahroning husniga go'zallik bag'ishlaydi. Yenik shamolda dimoq uradigan qizil gul hidi kishiga huzur beradi. Bu mezgil taronchi dehqonlarning dal qizil gul mashribi o'ynaydigan vaqti edi. Savat manzilning jamoat bilan birga hajidan yenib kelgan Ismoil Qora hojimni patlab kirib, uning uchizdagi atrang to'nning peshiga so'ydi. Jamoat bir yutumdan zamzam suyga va haramning hurmasiga eg'izdaydi. Savat manzilning bu yilgi cho'ng mashrabni hojimning kelishi sharpiga o'tkazishni o'ylashayotganligini aytib, Qora hojimga maslahat soldi. Ismoil Qora hojim mashrabning kunini bekitib berdi. Shunda qilib, bu yilgi qizilgulchi mashrabini Qurbonning dadasi Savat nazm berdi. U bultur mashrabni o'tkazib olgan chaqda 30 o'g'ilga bergan va'dasi bo'yicha mashrabni kengaytib, nohiyaning oqsoqollarini, qo'shni mahallaning yigit boshlarini hamda mahallaning mashrabga yeshi to'shmagan yoshlarini mehmon sifatida qo'shib chaqirdi. Bu odatda cho'ng mashrab deb ataladi. Cho'ng mashrabda tartib bo'yicha davomlashadigan nag'ma navodan keyin maxsus mutaalli islomiya bilimlar, tarixiy masalalar muzokarasi bo'ladi.
Шамдыл 15 yaşga kirgan Qurban beshig'i bo'z molg'ini, uchisiga yeng va yaqisiga gul ishlangan ko'ynagini kiyib, bir qo'lida Abduva, bir qo'lida mata lungini tutib, eshik oldidagi chilabchining yonida o'ri turib, mehmonlarning qo'liga suv berib, mulozamat qilmoqda edi. Mehmonxona uyining to'rida Ismoil Qarahojim boshliq yurt oqsoqollari, Mashrab begi hamda 30 o'g'il ikki qator bo'lib o'rilishib bo'lgandan keyin bir tarafda sozanda hofizlar, yana bir tarafda mehmonlar yak tez bo'lib radlik o'rin oldi. Yigit beshi, Dara begi, Ko'l begi hamda poshshablar pargada farmonbardor bo'lib, qo'l qo'shtirib tik turishdi. Mashrab tartibi bilan davom etdi. Basqin raslanib rishalli bilan etgan choy tortildi. Nag'ma navolardan keyin namoz shom vaqti bo'ldi. Yigit beshning ijozati bo'yicha 30 o'g'il va mehmonlar azan ovozi bilan tam o'rinlardan turishib, Savut Mazining uyiga tam qo'shni mahalla masjidiga namozga kirishdi. Namozdan chiqib joy-joyga o'tirishgan 30 o'g'il yigit beshning farmoni bilan Shamdan tuxubdangacha davom qilgan mutaallim muzakarasining boshlanganligini e'lon qilish uchun Mashrab begining ijozat so'radi. Mashrab begi yonida o'tirgan Ismoil Qarahojimga tabassum bilan kulimsirab qarab etib, "Xo'sh, ijozat. Bugungi muzokaramizni 30 o'g'ilning savoli bilan boshlasak" deb taklif berdi. Taqsir muhtaram Ismoil Qarahojga ba'zilar millatim nima deb so'rsa, millatim Ibrohim Halilulloh deb javob berdi ekan, undaqda Taranchi, Uyg'ur degan otlarimiz xato bo'lamdi. Yigit beshidan ruxsat elib tunji bo'lib savol so'ragan yigit qo'l qo'shtirib o'rturdi. Ismoil Qarahojim tamkin, ammo jarangli ovoz bilan so'zni boshladi. Millat degan so'z arabiy iste'molda xalq, ovam degan ma'nolarda keladi. Osmonli turklarimi shu ma'noda ifoda qiladi. Bizning irqimiz, millatimiz, urug'imiz, qavmimiz Uyg'urdir. Qadim boylarimiz Turan, Hun, Turk deb atalgandir. Turki, Arabiy, Farsi, Yunan va Xitoy tarixlarida ajdodlarimizning 10 ming yillar ilgari sharqda Xitoy sepildan g'arbda Qora dengizgacha, shimolda Sibir Mo'ng'ul o'rmon yayloqlaridan janubda Himalaya tog'larigacha bo'lgan bepoyon zaminlarda taxt qurib hukm surganligi qayd qilinadi. Mana hozir Istanbul gazetlarida Qashqarlik Mahmud Mavlonining Lug'atul Turk divoni nomli kitobi topilganligi. Unda 5000 yillar avvalgi qudratli podshoyimiz Olib Ertuğrul Batur haqidagi qo'shiqlar bayon qilinganligi so'zlandi. Oltay tog'larida ko'kburi boshliq tug'ini lapidatgan Bobillarimiz O'g'iz imperiyasini qurgan edi. Turaniya zaminlarida Hun imperiyasini tiklab jahon so'rgan edi. Silinga yayloqlarida xonaqamiz Ulug' Iltabir O'rxun davlatining oltin taxtini qurgan edi. Podsho Pantekin Bobimiz Ediqut xonliqini qurgan bo'lsa, Tarim daryosi bo'yidagi Qashqarda Sulton Satuq Bobimiz 1000 yillar ilgari Qoraxon davlatiga varislik qilib buyuk islom ilmini lapildatgan edi. Barchuq Ortekin Xoqon shahzodalarining Mo'ng'ul istilosidagi ustozligi, Abdurashid Xoqonning Yarkandagi saltanati, Badavlat Yoqub xonning Turkiston zafarlari tillarda dastondir. Taranchi atalmış Moğollar ilediki Uyg'urlarga qo'yilgan xos nomdir. Ma'nosi terimchi, bug'doychi degan so'z bo'ladi. Ili daryosining ikki tarafida issiq ko'ldan tortib yulduz yayloqlargacha bo'lgan Tangritog' vodilarda qadimdan tortib ota-bobolarimiz yashab kelgan Satqun Appa Xo'ja Jungarlarni boshlab kelib, Saudiya xalqimizni yo'q qilgandan keyin urush malmonchiligida Ili vodisidagi Uyg'urlar ko'plab g'arbdagi qarindoshlarining yeniga Issiqko'l, Toshkent atrofiga ko'chib ketgan edi. 1670-yillarda poytaxtni Ili vodisiga yo'tkagan Jungar istilochilari
chiriklarni beqish maqsadida ili vodisida dehqonchilik qilish uchun Qumul turpanlardan bir turkum Uyg'urlarni majburiy yo'tkab chiqdi. Aradan 100 yildek zaman o'tganda Qora Xitoyning eliga kelgan generali Aqsudan 300 o'ylik Uyg'urni Ili daryosining shimoliga Chuluqayga o'rlashtirib, o'stan chapqizib, bo'zyer oshqizib, dehqonchilik salgan edi. Shundan keyin Xitoy istilachilarining Ching sulolasi, ya'ni Qashqar, Yakan, Xotan va Turpanlardagi qo'lga qurol ilib ozodligi uchun jangga otlangan esyanchi Uyg'urlardan minglagan kishini qatl qilib, 3 tumanda kishini majburiy ko'chirib, ekinchilik saldi. 1840-yildan boshlab Qashqar, Xotan, Yakan, Qushcha, Qumul, Turpan, Urumchi, Manas va Ili rayonlarida Uyg'urlar taraf-tarafdan qurolli qo'zg'olon ko'tarib, Qora Xitoy Ching sulolasining tajovuzchi qo'shinlarini mag'lub qilib, xalq hokimiyatini qurgan edi. Xitoy putukchilari bosh, siliq hisoboti haqidagi xotirlarda 20 yilgacha davom qilgan tarimchi yo'tkab, tarixchilik qilish hoshasida tajovuzchi askarlarni beqish uchun 126,700 kishini dehqonchilik salganligini, 3 million bo'z yer oshqozganligini xatlab qo'ygan. 1864-yili Sadir Palvon Ili hokim begi Abdurasul boshchiligida qo'zg'algan 30 mingdek qo'zg'olonchi qo'shin tez jang qilib, Chin chiriklarini tarmar qilib, Ilidagi 9 shaharni ozod qildi. Yeniden qurilgan davlat beshiga burunqi hokim beg Mazamzat Sultan, Abdurasul beg Amir, Nasriddin Axun, Qozi Kalam, Mulla Shavkat Oqsoqol mufti bo'lib saylandi. Bir yilga yaqin davom etgan davlat erkanlari orasidagi adovat, suxanchilik va ishki nizomlardan keyin Amir Allaxon sultonlik taxtida o'tirdi. O'z zamonlarda qurilgan davlatlarimiz garchi mustaqil, o'zbek, o'zi xon hokimiyat bo'lsa-mu, ammo ulug' Qoraqallar Uyg'ur davlatidan udum bo'lib qolgan Osmanlı imperiyasi podshohligiga baiat qilinadi yoki podshohga hurmat qilish yuzasidan shohlarimiz sulton deb ataladi. Biz taranchi deb atalgan Uyg'urlar mana bu kam, poyonsiz zamonlarda asrlardan beri yashab kelgan. Ota-bobolarimiz hamda Uyg'ur davlatining hamma shahar qishloqlaridan kelib ekinchilik qilgan terimchilarning avlodlarimiz. Xo'sh, undaqda biz Go'rjilga, Aqto'pa, Chipar, Tivilga va Yaman turliq taranchilarchu bizning ajdodlarimiz 1767-yili Uchturpan qo'zg'olonidan keyin eliga ko'chirilgan 6000 o'ylik Uyg'urlardan bo'lib, asli yurtimiz Qashqar Beshkiramdan 1861-yili ota-bobolarimiz Qora Xitoy istilachilariga qarshi qurolli qo'zg'alib, Sadir Palvonning 3000 kishilik qo'shiniga qo'shilib, birlikda G'ulji shahriga hujum qilib, G'uljini ozod qildi. 1864-yili butun Ili tavasida bosmachi Qora Xitoylarga qarshi urush g'alaba qilib, Uyg'urlar o'z davlatini qurgan. 3 yildan keyin dunyoga mustaqil Ili sultonligi davlati qurilganligi jakarlandi. Jamoatimiz shundan e'tiboran mana bu shahidlar makoni, g'ozlar vatani bo'lgan zamonlarda iymonini yo'qotmay Uyg'ur madaniyatiga voris bo'lib, hur ozod yashab kelmoqda edi. Afsus, men afsuski, ta'limimizning qajligi, baxtimizning qorligi tufaylidan goh oshko'z o'rus ko'kkizlarining, goh Xitoy qarvoshlarining tajovuzlaridan mustasno bo'lolmay keldik. Men bu muborak cheyimizni nemishqa bugunga kechiktirib o'rinlashtirganimizni jamoatga bildirib qo'yishni loyiq ko'ryapman. Bundan 10 yil muqaddam bugungi kunda, ya'ni 1933-yili 11-oyning 12-kuni azizona shahar Qashqarda jahon kezgan istedodli olim Sobit Domlan hamda Xotan ozodlik urushi qo'mondoni tarixchi Muhammad Emin Bug'roy yetakchiligida Sharqiy Turkiston Istiqloliyat Islom Jumhuriyati jahonga ko'z ochgan.
Ay yıldızlıq yeşil tuğumuz kök asmanda ləpildigen idi. Azatlık uruşunun yolbaşçısı Xo'ja Niyaz Hacim dövlət rəisligiga tayinlangan. Dövlət asası qanuni, puli, pasporti chiqarilgan. Bir necha dövlətlərə elçiler əvətilgan idi. Yana afsus, Rus kommunistləri bilan Xitoy militaristləri birləşib bu yaş dövlətimizni yeb ketdi. Mana bugun xalqimizning ahzari palakka yetdi. Zulm, sitam so'ngakka yetdi. Qisas, nafrat yurakka yetdi. Sabrning qochisi tashdi. İnşallah pat arada ana shu saltanatimizni qo'lga keltirish yo'lida fidokorlik bilan ko'krak kerib chiqadigan fursatlar kelgusi. Şehitlik şerbeti ichish, g'ozlik martabasiga erishish orzusi bilan ozodlik urushi boshlang'usi. Janobi Allah muradi maqsadlarimizga yetkazgay. Amin. Amin, amin, amin. Sansız qo'llar ko'kka ko'tarildi. Umidvor ko'zlar osmonga talmirdi. Yigitlik yoshiga amdil qadam bosgan Qurbon amin deb ikki qo'lni yuziga sepib, ko'zidan sirqib tushgan ikki tomchi yoshni surtibdi. Qurbon hayajonlanmoqda. Vujudi go'yo hiyla dushmanga qarshi jangga talpingan shosh tulpardek qizimoqda. Ko'zlaridan g'azab uchqunlari chaqnamoqda edi. Mashrab bir maktab. U asrlardan beri Uyg'ur yoshlarni ibodat e'tiqodda, aql farosatda, adab axloqda tarbiyalab yetishtirmoqda. Mashrab bir sahna. U asrlardan beri kasb ahlining talantini namoyon qiladigan, yulduzni chaqnatadigan, karomatni ko'rsatadigan maydon bo'lib kelmoqda. Mashrab bir janggoh. U asrlardan beri Uyg'ur mafkursini, tarixini, madaniyatini, urf odatini yo'q qilish uchun uringan har qanday yotlar bilan bosqin ustida jang qilib kelmoqda. Shunlashqimi bolalarimiz o'g'lini adablik bo'lsin desang mashrabga bar deb aytgan edi. Qurbon ana shunday mashrab qazonlarida qaynab tovlangan azimatlardan edi. Qurbon yigit Qur'onga yetgan chaqlarda bo'lsa, daryoda eqib kelgan lim yog'och, ot uloqlar, hatto daryoga tushib ketgan odamlarni uning ilkidan qochib qutulolmaydi. Nurg'un jon uning qo'lidan qayta hayotlikqa erishgan edi.